Taranç kelin deb qiziq paranlarımni elib men yana keldim do'stlar. Qanday falonlar do'stlar, yaxshimi? Men Taranç kelin Miyasardan hammalarga o'tib salamlar bo'lsin. Heme jo'g'agandim qiynanamdan so'rayaptim, qiynana qanchalik tuzsalimiz deb. Bugun men it boqmagan tomoqdan birini itimizga balla. Endi it boqmagan desam bo'lmas. Laqbetchiq itemmaymiz-ku odatda. Bunda tomoqlarni aytgan vaqtda hammamda uy yo'q bo'lganligim uchun men it boqmagan asosiyat. Insondagi tuxumlarni yuyib sap qo'ydim, shuningdek birini elib chiqib tuxum chiqib obdiraq sho'g'ringlar deganini bilaman. Jügrab ve berib benşan qartam chiroyli qaraqli tuxumdan bir turibdiki erkak chiqibdimi. Meningmi ko'zim yomon, to'qdan chiqqan bütün tuxumlarning orasidan yerlik tuxumni tepib olgan ekan. Asli bu tuxumni opam bichar izlab so'rab bir yerlardan tepib akagan yerlik tuxumkanda chechim qo'ymadi. Mening ismim Hofiz, yepli o'tma pokiz deb yerlik tuxumdan sog'an gapda men ximiga shuni bilan amma ximiydiga o'xshab ketib o'xshaydi-da, albatta yerlik tuxum silayotgan ximiy to'sa bu deb qiynanamgan qapaqlim turibdi ketib barda meyalada. Shuning bilan taranchilarning pazisida savzi deganni juyib qirg'in o'tudimda qiynanam qapaqni turgan bilan bugun yangi tomoqlar payzini chiqarmaydi-ku, amma bugun 3 xil tomoq edibimizga qaranglar. Bir qozonda pishirgan 3 xil tomoqchimi? Ha, shu yurak degani berib bitib jinim qizlar ancha Pinglon rayonu yurak so'zlarini qoldirib qo'yib ko'msanglar bu. Bugun aytadigan tomog'imizning ismi bir xil, turi har xil juma qizlar, ammo lekin bir tal ism bilan har xil ariyan tomoqlarni aytgan o'ldiga to'g'ri deb qopdilar. Bugun qiynapam ikkimiz yutta samoqchi bo'ldik-da. Voy bu savz yuttami, bu piyoz yuttami bu apa desam ishqilib har xil ariyan yuttalar bor deydi. Bilasizlar qizlar, men menda pasulliq, payzi tomoqlarni aytgan vaqtlar asosiyatdir o'zim yaxshi ko'rgan tomoqni aytganda oyajonlanib ketib, butun ishqim bilan ishqib ketaman-da. Ularmi yutta degan tomoqlarga dumli tushganda men ajoyib yaxshi ko'raman. Kichik vaqtimda mush o'zimning opsi savz yuttalarni aytadigan bo'lsam, mush zoti tas qilatim qasqandan chiqib ketdini. Bugun qiynapam 3 xil yutta salama DVD tas qilyapman, qasqandan chiqib dumli chiqib ketdini. Qachon pishama tomoq debchimi qizlar. O'zim yetish bilaman, qiynanamni yordamga chaqirdim-da, opam meni savzi qiring deganda bizning ma qirg'uchimiz bu, Yansayning qirg'uchimi bilmadim, shundami bir tom, shundami bir semiz chiqib ketdi bu savzi. Qiynapam mushu savzi qirilgandan tatib o'g'irning kaltigida qiribsiz deb mush mazaq qilgan tugan toki qasqanga tushib, qasqanda bu bichar savzi yumshimagan bo'lsa, bugun ish batdi menga-da. Shuni olib qanday kirgan vaqtda yumshoqlikni his qilib, anandikin zanglik etishdan to'xtaldi qaranglar. O'g'irning kaltigi degan qanday bo'ldi, ey, mashindam o'g'irning kaltigi bu o'g'irlik qila olamdi deyman. Shunda enchik savzimiz o'g'irning kaltigi deydi qaranglar qiynanam. Sizlar ochta bo'lib qopdimi? Sizlar bir deb yiqinglarchi. Ergon bilan o'tirib jug'agan ximiyaning cheyi qanmabdi, qusur topdi qiynanam. Mana o'zi chaylab oxir og'datiga yetkazib ximiya degan parasini o'tkazib o'tgandan keyin, ondan keyin buni yeyish qishib ketdi qizlar. Voy onamay etib qattiq bu xo'shallik tomoqimizni nima degan tasdib chiqqanimi bu? Bu osh yeyish degan xil osonda qilib o'tadi qiynanam yoygan vaqtida. Bu ushshaq qilib yoydigan bo'lsa, bu 9 tal narsa xil bir vaqtni egallaydi ekan emasmi? Biz odatda yangi yutta qildik, ush yangining har bir yangisini 3 taldan qildik-da. Bilasizlar, mening ximir yoydigan talantim ancha yaxshi emas, ancha-muncha yo'g'otib bersam bo'ldi-da, sal kvadrat chiqqandan keyin qiynanam tashlanglar deydi. Shunga men toshitib telefon tarafga tug'ashqa 9 yil ximini qiynanam yoygicha talab pishib kavob bo'lib ketdi-ku qiynanam. Qiynanam g'ulashni tashlab, osh yeyishni boshlab, men bo'lsam qilanmay beshimni qashlab, bu ximini yeb ketparimizda qizlar. Endi bu ximini o'xshash holatda yoyganimiz bilan har birisiga ayrim qiyma solamiz emasmi? Unda nimalarni soladi qiynanam billa o'tirib ko'raylik qizlar.
go'sht piyozlarni qatlam qilib sap qopdi yutta qilib do'stlar. Ikkinchi qasqonga kelibdi-da. Ikkinchi qasqonda saviz yutta soldi. Ammo saviz yuttan solganda hayajonda menda apa akiling o'zim qilayli deb shunday qilibdi-ki 4 xemeni teshib o'tibman. Qaynanam nim deydi deb qo'yinglar, ajitlib ketgan xemeni nimish tatmaysiz shipinga tatib chiqarsangiz bo'lmanda fonsalaringiz shuni bir ko'rgan bo'lsa, sizni toz bir ish qila oladigan taranch kelin deb o'ylaydi-da, toza deb boshda deydi. Voy mening ish qila olmaydiganimni bo'ladi bu fonsalarim, oppa siz ansirman. Bunday gillatih gango aytma deb oshxonni o'rvatgan tas qoldim, oshlanimni bo'ladi oppa deb shuninglar uni osta pomlivatdim qizlar ko'rib qilib meni zongli qilmanglar deb jo'mdi. Endi 3-qasqon keldiqda 3-qasqonni nim bor desanglar qaymoq shutaba. Ammo qaynanam qaymoq degani yig'ivitdi bilasizlar-ku qizlar. Mo'shda bizga yutta sapirma deb yig'ibdi. Shuning bilan bugun atganimiz yutta, birinchi qasqini go'sht yutta, ikkinchi qasqini saviz yutta, uchinchi qasqini nimga qaymoq yutta olib, shuning bilan jami 3 qasqonliq tomoqni yetibdi qizlar. Oldining atgan chaylar kam bo'lsa bo'lmaydi albatta deb o'zimni bir qo'liq atgan chay yetibdim. Ham chiroy rangi ancha chiroyli qilmasam ish qilib herhalde choy rangi kiribdi. Shundan ichuvdi qiynatam. Tuz kamli devdi. Astali o'zimni bilib tuzni oldi qo'ydim qizlar. Mush battamchiligim qachon olmushildiki men bilmadim jenim qizlar. Ey mana tomoqlarimiz pishib qopti. Qanday o'tdi qizlar? Baho berib qinglar. Ranglari sifatli xili chiroyli qilib qopti. Voy buni o'g'rining kaltigidek saviz yutta xili payzib qopti. Ham demiya kelgan yumshoq o'xshaydi. Shuning bilan mushunda tomoqlarni yetib bugun kunni kash qildik do'stlar. Hozir sizlarga ovoz berib, mana vloglarni ishlab o'tiribdim-a. Filmimning oxirida hamma do'stlarning mushta kulib yurishini umid qilma. Unda meni qo'shib o'tinglar, aytib ko'rishaylik. Xayr xo'sh.